Har bir iymon keltirgan kishi aslida iymon da'vosida bo'ladi. Ammo bu iymonning o'zi to'g'ri iymon bo'lavermaydi. Ya'ni har iymon keltirdim degan odam haqiqiy mu'min bo'la olmaydi. Keyin bu iymon ikki turga bo'linadi. Sahih iymon, ya'ni qabul qilingan iymon va fosid iymon, ya'ni qabul qilinmaydigan iymon bo'lib ikki turga bo'linadi. Endi ularning belgilari nima? Salaf ulamolarining nazdida u belgilar ichida eng muhimlaridan biri qo'rquvdir. Qo'rquv sahih iymonning belgisi. Qo'rquvsizlik esa fosid iymonning belgisi. Ya'ni ayniqsa munofiqlikning alomatidir. Masalan, Imom Buxoriy Kitabul Iymanda bu haqda bir bob ochgan. Bobning nomi shunday: Mo'minning amallari o'zi sezmagan holda bekor bo'lib qolishidan qo'rqishi deb Imom Buxoriy bir bob ochgan. Masalan, Ibrohim at-Taymiy aytadi: Men so'zimni amalimga, amalimni so'zimga taqqoslaganimda doimo yolg'onchilardan bo'lishdan qo'rqdim deydi. Ya'ni bir tarafda iymon keltirdim degan da'vo bor. Ikkinchi tarafda esa bu iymonni tasdiqlovchi amal bor. Qachon o'zimning so'zim bilan amalimni yonma-yon qo'ysam, men yolg'onchilardan bo'lib qolmadimmi degan qo'rquv paydo bo'lgan deydi. Ana shu haqiqiy mo'minning qo'rquvi.